Bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz eee, frontend frontend kurslari uchun darslar. Frontendda nima qilamiz? Research, dizaynerlik qilamiz. Bunda veb saytlarni yaratamiz. Veb saytlarni HTML, CSS, fayllarda yaratishimiz mumkin. Saytlar orqali veb saytlar qanaqa yaratiladi, qanaqa narsa degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Masalan, brauzerda ochiladigan hamma narsa veb-sayt deyiladi. Kunuzga kiramiz. Kunuzga kiradigan bo'lsak, mana shuni o'zi bitta veb-sayt. Mana shunaqa veb-saytlarni yaratamiz. Masalan, mana shunaqa veb-saytlar bo'ladi. Bu veb-saytlarni shunaqa ishlash tizimlarini qilamiz. Veb-saytlarni yaratishda HTML, CSS fayllardan foydalanamiz. Bular dasturlashtiruvga kirmaydi. Bular dasturlashtiruvdan tashqari. Mesela dasturlashtiruvga JavaScript, Python, shunaqa Java degan dasturlashtiruvlarga kiradi. Bular juda boshqacha narsa. Buni o'tib bo'lganimizdan keyin JavaScript o'tamiz. JavaScript ularning harakatga keltirishi. Masalan, bunaqa bitta odam sifatida oladigan bo'lsak, bitta insonning suyagi HTML bo'lsa, uning dizayni, ko'rinishi CSS farq. Uning harakatga kelishi JavaScript orqali biz uni harakatga keltiramiz. Haqiqiy dasturlashtiruv orqali JavaScript. Hozir biz darsimizni boshlaymiz. Darsimiz HTML bo'ladi. HTML chekladi. HTML bu web sahifalarni yaratish uchun satrlar belgilarini tahrirlaydi. Web sahifalarni tuzish, tasvirlaydi. Tuzib tasvirlash uchun kerak bo'ladigan ishlaydi. Biz ko'proq Visual Code'da ishlaymiz. Visual'da. Mana bunaqa. Bu hozir ishlayotgan proyektim bo'yicha proyektim. Sizlarga yangi proyekt ochishni o'rgataman. Open folderga kirasizlar. Fayl kompyuterda CD va DDSga bo'ladi. Men ko'pincha ma'lumotlarni DDSga saqlayman. DDSga darslar birinchi dars. Zilni yaratamiz. Birinchi darsimizni boshlaymiz. Birinchi darsda mana buni ustiga bitta chap tugmani bosib, sichqonchani chap tomonini bosib, o'ng tomonni bitta bossak, new file degan joy chiqadi. New file o'sha fayllarni yaratib olamiz. Keyin bu new folder bu papka yaratib oladi. Faylimizni bitta papkani ichiga solib ketishimiz uchun. Masalan, new faylni yaratamiz. Bunga xohlagan nomingizni berib ketsangiz bo'ladi. Masalan, ko'pincha o'ziga index deyiladi, index qo'yiladi. Index. Uzr, sal yana kompyuter qotib qolyapti. Kompyuter qotib qolyapti nimagadir. Index deyiladi. Indexdan keyin mana shu yergacha xohlagan nomlarni qo'ysangiz bo'ladi. Undan keyin nuqta HTML deb yoziladi. Nuqtadan keyin HTML deb yozilishi shart.
Bo'lmasa bu veb-saytlarni ishlamay qoladi. Buni yapamiz. Keyin buni ochib olamiz. Bosh sahifasining kodini ochib olamiz. Shiftni bosib undoq qilsak va keyin Enterni bitta bossak, bizga mana shunaqa kod chiqarib beradi. Bu kod Doctor HTML 5-versiyasini bildirib turadi. HTMLning har xil versiyalari bor. Oxirgi versiyasi 5-versiya. Title. Title bu nomi. Masalan, sarlavha nomi. Bu brauzerda ochilganda nom chiqib turishi uchun. Masalan, darslik 1 deb qo'ysak, darslik 1 deb qo'ysak, bunaqa qilib buni ochib olish uchun, brauzerda ochib olish uchun faylga kiramiz, fayl papkaga kiramiz. Fayl papkaga kirib, dedikga o'tamiz ayin. Yuk ko'chirib, darslikka kiramiz. Va keyin mana keyin bizga bunaqa HTML indeksi ochilgan. Indeksni ustiga bitta bossak, adashdik. Bu nimaga xato chiqaryapti? Ko'pincha brauzerda ochishni taklif beraman. Brauzerda osonroq ochiladi. Manaki. Brauzerda ochildi. Bu oynamizda hozircha hech narsa yo'q. Mana darslik 1 deganimiz mana bu yerda yozilib turibdi. Mana shu yerga yozilib chiqadigan narsamiz. Taytlimiz. Darsimizni boshlasak. HTMLni ichiga yoziladi. Mana shunaqa kodlarni ichiga yozib ketadi. Bu H1 bu. Bu sarlavha, sarlavha. H1'dan H1 6gacha bo'ladi. Besini olib shunaqa bir qo'ysak, bu sarlavha degan mana bunaqa matn chiqib keladi. Avtomatik brauzerimizni bitta yangilanib olamiz. Bu sarlavha degan narsa chiqib keladi. Bu narsa har bir saytimizda har bir sarlavhalarni kiritishimiz uchun biz taglardan foydalanamiz. Qanaqa taglar? Masalan, mana bunaqa taglardan foydalanamiz. H1 taglari bu sarlavha tagi. Taglarni har birini bittalab o'tib chiqamiz. H1dan H1 6gacha bor. H1 6gacha bor. H1 1 qalin yozuv chiqaradi. Bu H1 2 bo'lsa, sal qalinroq, maydaroq rasm, qalin va kichikroqni chiqaradi. Sarlavhalar kichrayib ketaveradi. Masalan, buni ishlatib ko'rishimiz uchun darsimizni davom ettiramiz. Bu darsimizda davom ettiramiz. Endi bitta narsamiz esimizdan chiqib qolgan ekan. ATG. ATG bu gipermurojaat. Gipermurojaat nima? Bu gipermurojaat masalan nazariy aytib bergandan ko'ra amalga ko'rsatib bergan yaxshiroq. ATGni qani bosib enterni bitta bossangiz Visual Code'da o'zi chiqarib beradi. ATGni. ATGga mana buni kopirovat qilib olib, Ctrl S'ni bossak kopirovat qiladi. Ctrl V'ni bossak qo'yib beradi. Ctrl V'ni bosib qo'yib beradi. Mana buni ichiga qo'yamiz. Adash xato ketib qoldi. Buning ichiga mana bu yerga manzilimizni kiritamiz. Gipermurojaat. Manzilim. Qanaqa manzil? Masalan, Kunuz saytining manzilini kiritamiz. Kunuzni oldik.
va kunduzi yopdik. Ma'lum LinkedIn oldikdan keyin kunduzni yopamiz. Kunduz qolmaydi. Kunduzdan chiqib ketdik. Kunduz yo'q endi. Mana bu yerga kirib olib, kunduzning linkini bu yerga qo'yamiz va bizda kunduz sarlavha degan narsa chiqdi ATGning ichida. O'shani bitta bosadigan bo'lsak, kunduzning ichiga olib o'tib ketadi bu. Kunduz sahifasining ichiga. Bu o'shanaqa ATG depot murojaat degan o'shanaqa depot murojaat. Xohlagan nomingizda LinkedIn ishlatasiz, o'shanga olib o'tkazib ketadigan narsa. Endi keyingi ilovamizga o'tamiz. Emishliga bu rasm qo'yadi. Rasm uchun ishlaydi. Bizga rasmlarimizni brauzerga chiqarib berish uchun ishlab beradigan narsa. Biz darslarimizni qisqa qilib o'tib ketyapman. Hammasini bir tez tushuntirib yotganim yo'q. Ma'lumotlarni ko'rib, sinab ko'rib, yozib ko'rib o'rganishlaringiz mumkin. Chunki qisqa o'tib ketayotgani sababi uzoq vaqt o'tilgan darsni hech kim ko'rgisi kelmaydi. O'shaning uchun qisqa darslarimizni o'tib boramiz. Bu Pro Coding Web bu bizning YouTube kanalimizning manzili. YouTube'da kirib Pro Coding Web yozsangiz bizning kanalimiz ochiladi. Masalan, mana bunaqa qilamiz. Paste qilib buni kopyalab olamiz. YouTube'ga o'tamiz. YouTube'ga o'tamiz. YouTube'ga o'tganimizdan keyin o'sha narsani qo'yamiz. Pro Coding Web va qidiruvni bossak bizga o'zimizning kanalimizni ochib beradi. Mana bu. Bizning kanalga ishlatgan bo'lsak, mana web ikkita video dars qo'yilgan. Hozir bu darslikni yuklaymiz. Demak, darsimizni yakunlaymiz. Keyin yana ko'proq ma'lumotlarni amaliy tarzda ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Keyingisida faqat teglar haqida bo'lib o'tadi.